Hurmatli faxriymiz, Ro'ziboyev ekipaj va samolyot parvozga tayyor. Ekipaj komandiri kapitan Turdiyev. Assalomu alaykum. Chotki. Sekin olib kelaman. Rahmat prezidentimizga sog' salomat o'ynab qilsin. Sog' salomat bo'lsin. Chaqan nevara kelin kepchak prezidentimizga rahmat, katta rahmat. Munosabati bilan ikkinchi jahon urush qatnashchi 115 yoshli Sattorov Ro'ziboy ota Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida joylashgan Xonobod aerodromida C-295 rusumli samolyotda parvoz amalga oshirilgani munosabati bilan taqdirlanadi. Endi otaxon haqiqiy uchuvchi bo'ldingiz endi mana. Ana voy. Otaxon endi haqiqiy uchuvchi bo'ldingiz mana sizga. Tabriklaymiz. Bo'ldi. To'g'riga qarab.